Psoriaz kasalligini davosi juda bir qiyin holat hisoblanadi. Ichki organlarni ham tekshirib, bu ichki organlarga ham davo yozib berdik va shu bilan birgalikda trinazol kremini yozib berdik, chunki ko'p qichishish sababli terida judayam teri sathidan bo'rtgan qo'pol toshma ko'rinib turibdi. Trinazolni bir kunda 2 mahal surish qo'pol toshmalarni, qirpiqlanishlarni, toshmalarni yo'qotib beradi. Bu yerda qashish, qichish natijasida ikkilamchi infeksiya tushgan klinikasini ham ko'rib turibmiz. Trinazol kremi, 3tasi bitta krem bu. To'qimalarga singuvchaligi juda yaxshi, effekti juda ham zo'r. Bemorimizga 15-20 kun davomida tavsiya qilganimizdan keyingi holatni birgalikda kuzatamiz. Psoriaz kasalligimizni 20 kundan keyingi trinazol kremi berilgandan keyingi effektli holati juda yaxshi. Qo'pol toshmadan asar ham qolmagan. Tagidagi eritemasi, ya'ni dog'i sekin-sekin, asta-sekinlik bilan yo'q bo'lib ketadi.